Assalomu alaykum tog'alar, sizlarga men Abdulla Xatabаев qisqacha inkubatorlar jonidan ma'lumot berib ketsam. Bu apparatlar O'zbekistonda jasalgan, o'ta kuchli bo'lgan ustalar tomonidan kuchli sexda jasalib kelyapti. Men o'zim atayin bu spetsmaga zakazim bu o'zgachaliklar menen. Buni jasagan adam men o'zim ustam bo'lib hisoblaydi, ustozim bo'lib menga o'rgatgan o'ta cho'ng apparatlarni. O'shanday buga demak 90 dan 95dan 115gacha yumurta qotadi. Yumurtaning ko'lamini qarab, mana bu yerda qarasangizlar bo'ladi. Mana ventilyatsiya shetka bu nima ekan degan so'rayotgan bo'lsangizlar, bu shunchaki parda upravleniyani ko'rib tekshirib tursa bo'ladi. Bu ertang remont qiluvda o'ng'ayli bo'lishini qamsizlaydi. Shunday. Mana bu yerda ko'rsangizlar bo'ladi, mana kliniklar. Bu akkumulyatorda ham bunday bo'lsa 220 ulanadi tizimdari. Bu 12 volt bilan ishlaydi, yana 220 bilan ishlaydi. Agar ertaga svet yo'q bo'lib qolsa, akkumulyator ulab qo'ysangizlar bo'ladi. O'shanday. Bas 9000 so'm. Qirg'izistonning barcha maqtarining dostavkamiz bor. Keverjerlardan platniy bo'ladi, keverjerlardan besplatniy bo'ladi. Ani o'shol chalg'ingizlarda kengash so'rash olsak bo'ladi. Nomerlarni dildiga yozib qo'yam. Unda aytib qo'ysam bo'ladi. 0995 bilan 25 25 95 nomerlardan qarilsangizlar, inshaalloh o'zim barini tushuntirib beraman. Только WhatsApp orqali qarilingizlar. Qayerdan aytam? 0995 25 25 95. Abdulla Xatabаев.